Mahallada xavfsiz muhit yaratish bo'yicha poytaxt tajribasini ommalashtirishga qaratilgan tadbirlar tizimli olib borilmoqda. Bu jarayonda jinoyat va huquqbuzarliklarga sabab bo'layotgan omillarni chuqur tahlil qilish, ularning oldini olish maqsadida zaruriy choralarni ko'rishga alohida e'tibor qaratilyapti. Mavzuni Buxoro viloyati Buxoro tumani misolida davom ettiramiz. Tumanda jinoyatchilik ko'rsatkichlari o'tgan yili 524 tadan 320 taga yoki qariyb 40% ga kamaydi. Ammo ayrim hududlarda jinoyat va huquqbuzarliklarning ba'zi turlari ortishi hisobiga ular qizil toifaga kiritilib, prezidentimizning 2026-yil 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida yangi dasturlar shakllantirildi. Buxoro shahriga tutash Rabotag mahallasi ham ketma-ket 2 yildan buyon qizil toifada edi. Hozirda olib borilgan ishlar natijasida joriy yilning o'tgan davrida birorta jinoyat yoki huquqbuzarlik sodir etilmadi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Rabotag mahallasida 86 nafar muqaddam sudlangan, 28 nafar profilaktik hamda 8 nafar probatsiya nazoratidagi shaxslar istiqomat qiladi. Bundan tashqari 13 nafar zo'ravonlikdan jabrlangan ayollar va 10 nafar qo'shnichilik nizolariga aloqador fuqarolar aniqlangan. Tahlillar natijasida avvalo mana shu qatlam bilan alohida ishlash tizimi joriy qilindi. Jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish hamda profilaktik tadbirlar ko'lamini kengaytirish yuzasidan aniq vazifalar belgilanishi kutilgan natijalarga erishishga imkon yaratdi. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan 2026-yil 27-yanvar kuni o'tkazilgan tanqidiy videoselektor yig'ilishlarida biz profilaktika inspektorlarga aniq vazifalar belgilab berildi. Mahalla yetiligi, shuningdek hududga biriktirilgan mas'ul xodimlar va tuman mutasaddi rahbarlar hamkorligida tizimli profilaktika ishlarini olib bormoqdamiz. Mahalla yetiligi bilan bir jamoa bo'lib, muhtaram yurtboshimizning bildirilgan yuksak ishonchlarini oqlagan holda 2026-yil davomida mahallamizni yashil toifaga saqlab va hududimizni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirishga va'da beramiz. Hozirda mahallada davlatimiz rahbari topshirig'idan kelib chiqib, ijtimoiy profilaktika masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, yoshlar, ayollar va ishsiz fuqarolar tomonidan, shuningdek, oila turmush munosabatlari doirasida sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olish borasida mas'ul tashkilot va mutasaddilar bilan birgalikda ustuvor vazifalar ijrosi qat'iy nazoratga olindi. Xususan, oila, mahalla va maktab tamoyili asosida muntazam dars qoldiruvchi, tarbiyasi og'ir, probatsiya hisobida turuvchi va ilgari sudlangan voyaga yetmaganlar bilan ishlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada barcha mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda manzilli chora-tadbirlar olib borilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlar va voyaga yetmaganlar ishtirokidagi jinoyatlarning oldini olish, huquqbuzarliklarni keltirib chiqaruvchi sabab hamda shart-sharoitlarni chuqur o'rganish va ularni o'z vaqtida bartaraf etishdan iboratdir. Mutaxassislarning e'tirof etishicha, jinoyatchilikning barvaqt oldini olishda avvalo murojaatlar bilan ishlash sifatini oshirish hamda aholi bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega. Shunga muvofiq, viloyat va tuman darajasidagi mas'ul idora vakillari Rabotagda vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan doimiy ko'mak ko'rsatayotgani ham natija samaradorligida bosh omil bo'lmoqda.